Yema, teydan shamol o'tsin, tabriklayman, radnoy. Lekin qichqidan olibsan, o'rtoq gap yo'q. Kalkini beribdi, haydab keling. Faqat kutib bo'lgan. U haydagandan keyin mana bitta haydab kelay, o'rtoq. Nimani haydaysan? Pravin yo'q-ku, voy. Bu qaralarning pravasi yo'q. Pravasi yo'q. Xullas, mani pravasi yo'q bolaga beradigan qizim yo'q. Pravasi yo'q bolaga beradigan qizim yo'q. Pravasi yo'q bolaga beradigan qizim yo'q. O'rtog'im, tabriklar. Da, olamaysan deganding. Oldim mana pravani. O'zimni kuchim bilan, o'zim bilimim bilan oldim, kerak bo'lsa, tushundingmi? Ha, choyxona mendan choyxona. Bolalarni yig' bo'ldi. Kechki choyxona mendan, xo'p? Aka. Prava oldingizmi? Ha? Qanaqasiga qiyin-ku? Qanaqa qiyin? Yo'li oson buni. Mana yodli ilovasiga kirasiz. Avtomaktab bo'limiga kirasiz. Avtomaktabni tanlash tugmasini bosasiz. O'zingizga yaqin bo'lgan avtomaktabni tanlab ariza qoldirasiz va ilovadagi barcha imkoniyatlar siz uchun ochiladi, aka. Undan tashqari oktagon bo'limiga o'tasiz. U yoqda do'stingiz yoki begona shaxs bilan kim ko'proq savolga javob topish o'ynasanglar ham bo'ladi. Ya'ni battle qilsanglar bo'ladi. Yana ilovada xohlagan instruktoringiz, ya'ni amaliyotdagi instruktoringizni band qilib bemalol vajdiniyaga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Demak, shu orqali men pravamni tez orada olsam bo'ladi. Albatta. Shunga siqilyaptimiz? Ha, okey, endi pravam yo'q-ku, mashinam bor-da shunga. Siz nima his qilyapsiz, aka? Men prava olmanu, lekin mashinam yo'q-ku. Ne kulyapsan? Biz. Pravim bor, mashinang yo'qmi? Ovqating yo'q, lekin qo'shig'ing bor.